Bugun men juda muhim masalani tushuntirib beraman. Avgust oyida 20 million so'm beriladimi? Kimlarga beriladi? Nega ayrim odamlardan pulni qaytarish so'ralyapti va eng muhimi, nima uchun ba'zi holatlarda karta hisobidan pul yechib olinayotgani haqida gaplashamiz. Bu ma'lumot faqat nafaqa olayotganlarga emas, bola puli, moddiy yordam, kompensatsiya, subsidiya yoki boshqa ijtimoiy to'lov oladigan har bir oilaga tegishli. Chunki bitta noto'g'ri ariza, bitta yashirilgan daromad yoki tizimdagi bitta xato keyin qarzdorlik sifatida chiqishi mumkin. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Hoziroq kanalga obuna bo'ling va like bosib qo'ying. Chunki men bu masalani oddiy tilda, lekin huquqiy va amaliy tomondan batafsil tushuntiraman. Avval qanday edi? Ko'pchilik ijtimoiy yordam, bola puli yoki moddiy yordam olish uchun mahallaga murojaat qilardi. Ariza topshirilardi, oilaning tarkibi, daromadi, farzandlar soni, nogironligi bor yoki yo'qligi, ishsizligi, uy-joy sharoiti ko'rib chiqilardi. Keyin komissiya yoki mas'ul tashkilot qaror chiqarardi. Odamlar ko'pincha bu jarayonni shunday tushunardi. Ariza berdim, pul tushdi, demak bu pul meniki, keyin hech kim tekshirmaydi. Lekin hozir vaziyat ancha o'zgargan. Endi ko'p ma'lumotlar elektron bazalar orqali tekshiriladi. Soliq organlari, banklar, pensiya jamg'armasi, kadastr, avtomobil ro'yxati, ish haqi ma'lumotlari, tadbirkorlik faoliyati. Hatto ayrim hollarda oila a'zolarining rasmiy daromadlari ham tizimda ko'rinadi. Ya'ni davlat pul berayotganda bir marta tekshiradi, keyin ham qayta tekshirishi mumkin. Agar keyinchalik ariza topshirilgan paytda noto'g'ri ma'lumot berilgani aniqlansa, ortiqcha to'langan pulni qaytarish talabi qo'yilishi mumkin. Shu yerda eng katta tushunmovchilik paydo bo'ladi. Odamlar menga avgustda 20 million tushdi, nega endi qaytar deyapti deb hayron bo'ladi. Yoki kartamdan pul yechildi, bu qonuniymi deb so'raydi. Men buni aniq aytaman. Har qanday yechim va qaytarish talab hujjat bilan asoslanishi kerak. Og'zaki gap, telefon orqali qo'rqitish, tushuntirishsiz pul talab qilish to'g'ri emas. Lekin agar rasmiy qaror bo'lsa, ortiqcha to'lov aniqlangan bo'lsa, ayrim holatlarda qaytarish qonuniy bo'lishi mumkin. Birinchi navbatda ariza topshirganda oiladagi daromadni to'liq ko'rsatmaganlar ehtiyot bo'lishi kerak. Masalan, bir oila bola pul olish uchun ariza beradi. Oilada ona, ota va 2 nafar farzand bor. Arizada ota ishsiz deb ko'rsatiladi. Lekin aslida ota oxirgi 3 oyda rasmiy ish joyidan har oy 3 million so'm maosh olgan bo'ladi. Tizim boshida buni ko'rmagan yoki ma'lumot kechikib tushgan bo'lishi mumkin. Keyin soliq bazasi bilan solishtirilganda daromad aniqlanadi. Agar shu daromad hisobga olinganda oila yordam olish mezoniga tushmagan bo'lsa, to'langan pul ortiqcha to'lov deb topilishi mumkin. Ikkinchi holat, oilada tadbirkorlik bor, lekin arizada bu yozilmagan. Masalan, ayol bola pul oladi. Turmush o'rtog'i yakka tartibdagi tadbirkor sifatida ro'yxatdan o'tgan. Tadbirkorlikdan katta foyda bo'lmasligi ham mumkin. Hatto faoliyat vaqtincha yurmayotgan bo'lishi ham mumkin. Lekin tizimda faol tadbirkor sifatida ko'rinsa, mas'ullar qo'shimcha tekshiruv o'tkazadi. Bu yerda odam shuni bilishi kerak. Faqat ro'yxatdan o'tganlikning o'zi ham savol tug'diradi. Lekin yakuniy qaror real daromad, faoliyat holati va amaldagi mezonlarga qarab chiqarilishi kerak. Uchinchi holat, avtomobil yoki ko'chmas mulk masalasi. Ayrim yordam turlarida oilaning mulkiy holati ham inobatga olinadi. Masalan, ariza bergan oilaning nomida qimmat avtomobil borligi keyinchalik aniqlansa, yordam tayinlash qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Lekin bu yerda ham hamma holat bir xil emas. Eski avtomobil, kreditga olingan avtomobil, nogironligi bo'lgan shaxs uchun zarur transport, daromad keltirmaydigan ulushli mulk kabi holatlar alohida baholanishi kerak. Men har doim odamlarga aytaman, mulk borligi avtomatik ravishda siz aybdorsiz degani emas, lekin uni yashirish muammo keltiradi. 4-holat. Oilaviy tarkib noto'g'ri ko'rsatilgan bo'lishi. Masalan, xotin birga yashaydi, lekin arizada ayol o'zini yolg'iz ona sifatida ko'rsatadi. Yoki oila a'zolaridan biri boshqa manzilda ro'yxatda turgani uchun daromad hisobga olinmaydi. Lekin amalda bir uyda yashaydi va oilani ta'minlaydi. Bunday holatlarda tekshiruv bo'lsa, yordam miqdori yoki olish huquqi qayta ko'rib chiqiladi. Shu sababli men har bir ariza topshirayotgan odamga maslahat beraman. Qog'ozdagi ro'yxat bilan amaldagi yashash holati farq qilsa, buni yashirmang, tushuntirish yozing, dalil qo'shing. Endi 20 million so'm masalasiga kelamiz. Bu summa turli hududlarda, turli to'lovlarda yoki turli oilaviy holatlarda boshqacha asos bilan chiqishi mumkin. Kimdadir bu bir martalik moddiy yordam bo'lishi mumkin. Kimdadir bir necha oy uchun yig'ilib tushgan to'lov bo'lishi mumkin. Kimdadir kompensatsiya,
Kimdadir esa qayta hisob kitob natijasi bo'lishi mumkin. Shuning uchun men sizga birinchi savolni beraman. Pulning nomi nima? Bank ilovasida yoki SMSda faqat summa ko'rinishi yetarli emas. Pul qaysi tashkilotdan tushgan? To'lov maqsadi nima? Qaror raqami bormi? Shu narsani aniqlash kerak. Masalan, Dilnoza ismli ayolni olaylik. Uning 3 nafar farzandi bor. Iyul oyida ariza bergan. Avgustda kartasiga 1 million 500 ming so'm tushgan. U bu pulni maktab formasi, daftar, oziq-ovqatga ishlatgan. Sentyabrda esa mahalladan qo'ng'iroq qilib, sizga pul noto'g'ri tushgan, qaytarasiz deyishgan. Bunday vaziyatda Dilnoza darhol pulni qaytarib yubormasligi kerak. Avvalo yozma qarorni so'rash kerak. Nega noto'g'ri tushgan? Qaysi hujjat asosida, qaysi davr uchun qanday hisob kitob qilingan? Agar xato tashkilot tomonidan bo'lgan bo'lsa, odamning aybi bo'lmasa, qaytarish tartibi boshqacha ko'rilishi mumkin. Agar esa Dilnoza arizada noto'g'ri ma'lumot bergan bo'lsa, masalan, erining rasmiy daromadini yashirgan bo'lsa, unda qaytarish talabi kuchliroq bo'ladi. Yana bir misol. Rustam aka moddiy yordam olgan. Oilada 5 kishi yashaydi, daromad kam. Lekin uning nomida ukasi foydalanayotgan avtomobil bor. Avtomobil aslida Rustam akaga tegishli, lekin pulini ukasi to'lagan, faqat hujjat Rustam aka nomida. Tizim avtomobilni Rustam akaning mulki deb ko'radi. Natijada yordam tayinlanishi shubha ostiga olinadi. Bu holatda Rustam aka nima qilishi kerak? U avtomobil real kim tomonidan foydalanilayotganini, kredit yoki oldi-sotdi kelishuvi bo'lsa hujjatlarni, sug'urta, texnik ko'rik, to'lovlar kim tomonidan qilinganini ko'rsatishi mumkin. Masala shunda tizim faqat faktni ko'radi. Siz esa faktning mazmunini hujjat bilan tushuntirishingiz kerak. Kim xavotir olmasligi kerak? Agar siz ariza topshirganda hamma ma'lumotni to'g'ri ko'rsatgan bo'lsangiz, daromadingizni yashirmagan bo'lsangiz, oilaviy tarkibni to'g'ri bergan bo'lsangiz, pul rasmiy qaror asosida tushgan bo'lsa, siz vahimaga tushmang. Kimdir ijtimoiy tarmoqlarda hammaning kartasidan pul yechilyapti, hamma qaytaradi desa, bunga darhol ishonmang. Har bir ish alohida ko'riladi. Lekin hujjatlarni saqlab qo'yish, bank ko'chirmasini olish, qaror nusxasini tekshirish baribir zarur. Eng muhim nozik jihat shuki, ortiqcha to'lov har doim ham odamning aybi bilan paydo bo'lmaydi. Ba'zida tizim xato qiladi, ma'lumot kechikadi. Bir tashkilot boshqasiga noto'g'ri ma'lumot beradi. To'lov 2 marta o'tib ketadi yoki oila holati o'zgargani vaqtida qayd etilmay qoladi masalan. Bola puli tayinlangan paytda oila haqli bo'lgan, lekin keyingi oy ota ishga kirgan. Agar qoidaga ko'ra bunday o'zgarish ma'lum muddat ichida xabar qilinishi kerak bo'lsa, xabar berilmagan davr uchun savol tug'iladi. Lekin oila ishga kirgan kunning ertasiga avtomatik aybdor bo'lib qolmaydi. Bu yerda muddat, xabar berish tartibi va to'lov davri muhim. Yana bir nozik masala karta hisobidan pul yechilishi. Bank kartasidan pul o'z-o'zidan shunchaki yechilmaydi. Odatda buning 3 ta asosiy sababi bo'ladi. Birinchisi ijro hujjati bo'lishi mumkin. Masalan, sud qarori yoki majburiy ijro organining qarori bor. Ikkinchisi bank oldidagi kredit, overdraft yoki boshqa qarzdorlik bo'lishi mumkin. Uchinchisi to'lov yuborgan tashkilot noto'g'ri o'tkazmani qaytarish bo'yicha bankka murojaat qilgan bo'lishi mumkin. Lekin bu ham tartib bilan amalga oshirilishi kerak. Agar siz kartadan pul yechilganini ko'rsangiz, taxmin qilmang. Bankdan yozma yoki elektron ko'chirma oling. Unda yechim kim foydasiga, qaysi asos bilan, qaysi sanda qilinganini ko'rish mumkin. Men amaliyotda ko'p uchratadigan xato. Odamlar kartadan pul yechilsa, darhol mahallani ayblaydi yoki bankni ayblaydi. Aslida yechim aliment qarzi, kredit qarzi, jarima, soliq qarzi yoki boshqa ijro hujjati bo'yicha bo'lishi ham mumkin. Masalan, odam avgustda 5 million yordam oldim. Ertasi kuni 700 ming so'm yechildi. Demak, yordamni qaytarib olishdi deb o'ylaydi. Lekin bank ko'chirmasida bu pul eski kredit qarzi uchun yechilgan chiqadi. Shuning uchun dalilsiz xulosa chiqarmang. Istisnolardan yana biri bolalar, nogironligi bo'lgan shaxslar yoki maqsadli to'lovlar uchun tushgan ayrim mablag'lar bo'yicha ushlab qolish tartibi cheklangan bo'lishi mumkin. Lekin bu masalada ham umumiy gap bilan yurib bo'lmaydi. To'lov turi, hujjat nomi, qarzdorlik turi va bank amaliyoti ko'riladi. Agar sizning kartangizga ijtimoiy to'lov tushgan bo'lsa va shu puldan qarz ushlab qolingan bo'lsa, bankdan rasmiy asosini so'rang. Keyin to'lovni tayinlagan tashkilotga va majburiy ijro bo'limiga murojaat qilib, bu mablag'ning ijtimoiy xarakterga ega ekanini ko'rsating. Yana bir xavfli holat bor, firibgarlar. Hozir ayrim odamlar telefon qilib, sizga 20 million noto'g'ri tushgan, qaytarmasangiz karta blok bo'ladi deb karta raqami, SMS kod yoki ilova parolini so'rashi mumkin.
Men qat'iy aytaman. Hech qachon SMS kodini bermang, bank ilovasiga kirish parolini aytmang, karta ma'lumotlarini yubormang. Davlat organi yoki bank xodimi sizdan SMS kod so'ramaydi. Agar qaytarish kerak bo'lsa ham bu rasmiy hisob raqamiga hujjat asosida. To'lov maqsadi ko'rsatilgan holda qilinadi. Oddiy plastik kartaga yoki shaxsiy telefon raqamiga pul o'tkazish talab qilinsa, bu juda katta shubha belgisi. Yana bir nozik masala. Pul ishlatib yuborilgan bo'lsa nima bo'ladi? Ko'pchilik men pulni sarflab bo'ldim, endi qaytara olmayman deydi. Bu insoniy jihatdan tushunarli, ayniqsa maktab mavsumi, davolanish, oziq-ovqat, ijara kabi zarur xarajatlar bo'lsa, lekin huquqiy tomondan qarzdorlikdan olgan bo'lsa, pul sarflangani avtomatik ravishda majburiyatni bekor qilmaydi. Bunday holatda bo'lib to'lash, muddat so'rash, qayta hisob-kitob talab qilish yoki qaror ustidan shikoyat qilish yo'llari bor. Eng yomoni umuman javob bermaslik. Chunki javob bermasangiz ish ijroga o'tishi, keyin kartalardan majburiy tartibda ushlab qolish boshlanishi mumkin. Ba'zida odamlar men arizani o'zim to'ldirmaganman, mahalladagi xodim to'ldir degan. Shuning uchun men javob bermayman deydi. Bu ham murakkab masala. Agar siz hujjatga imzo qo'ygan bo'lsangiz, odatda undagi ma'lumotlar uchun javobgarlik sizga ham yuklanadi. Lekin agar xodim noto'g'ri kiritgan bo'lsa, siz unga to'g'ri ma'lumot bergan bo'lsangiz, buni isbotlash kerak. Masalan, siz daromad haqida ma'lumotnoma bergansiz, lekin tizimga kiritilmagan, yoki siz oilada ishlaydigan odam borligini aytgansiz, lekin arizada ko'rsatilmagan. Bunday vaziyatlarda guvoh topshirilgan hujjatlar nusxasi, ariza nusxasi va yozishmalar muhim bo'ladi. Endi eng kerakli qismga o'tamiz. Siz nima qilishingiz kerak? Birinchi qadam, kartangizga tushgan 55 million yoki boshqa summa bo'yicha bank ko'chirmasini oling. Bank ilovasi to'lov nomini ko'ring. Agar ko'rinmasa, bank filialiga boring yoki onlayn qo'llab-quvvatlash xizmatidan operatsiya tafsilotini so'rang. Sizga to'lov yuboruvchi tashkilot nomi, sana summa va operatsiya turi kerak bo'ladi. Ikkinchi qadam, pul qaysi qaror asosida tushganini aniqlang. Mahalla, tuman ijtimoiy himoya bo'limi, pensiya jamg'armasi, bandlik bo'limi yoki boshqa mas'ul tashkilotga murojaat qiling. Og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Qaror nusxasini, hisob-kitobni, to'lov davrini so'rang. Masalan, mening kartamga falon sanada falon summa tushgan. Ushbu to'lov qaysi asosda tayinlanganini va qaysi davr uchun hisoblanganini yozma ravishda ma'lum qilishingizni so'rayman, deb ariza yozish mumkin. Uchinchi qadam, agar sizdan pulni qaytarish talab qilinsa, qaytarish sababi yozma bo'lishini talab qiling. Arizada shunday yozing. Mendan qaytarish talab qilinayotgan summa bo'yicha ortiqcha to'lov qanday aniqlangani, qaysi me'yoriy hujjat asosida hisoblangani, qaysi davrga tegishli ekani va hisob-kitob jadvalini taqdim etishingizni so'rayman. Bu juda muhim. Chunki ba'zida odamdan 21 million so'rashadi, lekin hisob-kitobda 900 ming chiqishi mumkin. Yoki aksincha, bir necha oy uchun jami qarzdorlik borligi aniqlanishi mumkin. To'rtinchi qadam, o'z hujjatlaringizni yig'ing. Pasport yoki ID karta nusxasi, farzandlar tug'ilganlik guvohnomalari, nikoh yoki ajrim hujjati, oilaviy tarkib bo'yicha ma'lumot, ish haqi ma'lumotnomasi, ishsizlik bo'yicha ma'lumot, davolanish hujjatlari, nogironlik hujjati, ijara shartnomasi, kredit to'lovlari, aliment bo'yicha hujjatlar, bank ko'chirmalari kerak bo'lishi mumkin. Agar sizning holatingizda daromad ko'rinib turibdi, lekin u doimiy emas yoki boshqa odamga tegishli bo'lsa, buni tushuntiruvchi dalil tayyorlang. 5-qadam, muddatlarga e'tibor bering. Sizga qaror berilsa, unda shikoyat qilish muddati bo'lishi mumkin. Ko'p odam shu yerda yutqazadi, qarorni oladi, uyga qo'yib qo'yadi, bir oy o'tadi. Keyin kartadan ushlab qolish boshlanganda yuguradi. Shuning uchun qaror olgan kuningizni yozib qo'ying, nusxasini rasmga oling, darhol mutaxassis bilan maslahat qiling yoki yuqori tashkilotga shikoyat tayyorlang. 6-qadam, agar haqiqatan ham ortiqcha to'lov bo'lsa va siz qaytarishingiz kerak bo'lsa, bo'lib to'lashni so'rang. Masalan, 20 million so'mni birdan qaytarish oilaga og'ir bo'lsa, oyiga 200 ming yoki 300 ming so'mdan to'lash jadvalini so'rashingiz mumkin. Bunda arizada oilaviy ahvolingizni, daromadingizni, farzandlar sonini, xarajatlaringizni ko'rsating. Rasmiy tashkilot bilan kelishilgan jadval bo'lsa, keyingi majburiy ushlab qolish xavfi kamayadi. 7-qadam, agar kartadan pul yechilgan bo'lsa, 3 joyga murojaat qiling. Birinchisi, bankka yechim asosiy hujjat raqamini so'rang. Ikkinchisi, majburiy ijro byurosiga yoki ijro hujjatini yuborgan organga qaysi qarzdorlik bo'yicha ushlab qolinganini aniqlang.
Uchinchisi, to'lovni tayinlagan tashkilotga bu mablag' ijtimoiy to'lov ekanini tasdiqlovchi ma'lumotnoma so'rang. Shundan keyin noto'g'ri ushlab qo'lingan bo'lsa, qaytarish yoki cheklovni olib tashlash bo'yicha ariza berasiz. 8-qadam, hech qachon qo'rquv bilan ish qilmang. Bugun qaytarmasangiz jinoyat bo'ladi, darhol karta bloklanadi. SMS kodni ayting, muammoni yopamiz degan gaplarga ishonmang. Jinoyat masalasi faqat aniq firibgarlik, qalbaki hujjat bila turib yolg'on ma'lumot berish kabi holatlarda tegishli tartibda ko'riladi. Oddiy hisob-kitob xatosi yoki tushunmovchilik darhol jinoyat degani emas. Lekin buni beparvo qoldirish ham to'g'ri emas. Eng to'g'ri yo'l hujjat so'rash, dalil yig'ish, yozma javob olish. 9-qadam. Ariza yozganda hissiyot bilan emas, aniq fakt bilan yozing. Masalan, men kambag'alman, nega pulimni olyapsizlar deb yozish o'rniga. Falon sanada ariza topshirganman, falon sanada to'lov tayinlangan. Arizada oilam tarkibi va daromadim to'g'ri ko'rsatilgan. Mendan qaytarish talab qilinayotgan summa bo'yicha hisob-kitobni olmaganman. Shu sababli qarorni qayta ko'rib chiqishingizni va yozma javob berishingizni so'rayman deb yozing. Rasmiy murojaatda aniq sana, summa, tashkilot nomi, telefon raqam va ilova qilingan hujjatlar bo'lishi kerak. 10-qadam. Hujjatlarning nusxasini saqlang. Arizani topshirsangiz, kirim raqamini oling. Elektron yuborsangiz, yuborilganligi haqida tasdiqni saqlang. Telegram orqali yozishma bo'lsa, skrinshot qiling, lekin rasmiy javob o'rnini bosmasligini biling. Telefon orqali gaplashgan bo'lsangiz, kim bilan, qachon, nima haqida gaplashganingizni yozib qo'ying. Keyinchalik nizoda har bir mayda dalil ahamiyatli bo'lishi mumkin. Men yana bir muhim maslahat beraman. Oilaviy holatingiz o'zgarsa kutib o'tirmang. Ishga kirish, daromad oshishi, nikoh, ajrim, farzand tug'ilishi, oila a'zosi ko'chib ketishi, avtomobil yoki uy sotib olish, tadbirkorlik ochish kabi holatlar yordam olish huquqiga ta'sir qilishi mumkin. Mas'ul tashkilotga xabar berish kerak bo'lgan holatlar bo'lsa, o'z vaqtida xabar bering. Bugun xabar bermasangiz, ertaga tizim baribir ko'radi. Lekin u paytda masala ortiqcha to'lov va qarzdorlik sifatida chiqishi mumkin. Demak, avgust oyida mehim 1 million so'm tushgan bo'lsa, bu pulning nomi, asosi va davrini aniqlamasdan xulosa qilmang. Pulni qaytarish talab qilinsa, albatta yozma qaror va hisob-kitob so'rang. Kartadan pul yechilgan bo'lsa, bank ko'chirmasini olib, yechim qaysi hujjat asosida bo'lganini tekshiring. Agar siz hamma ma'lumotni to'g'ri bergan bo'lsangiz, huquqingizni himoya qiling. Agar xato bo'lgan bo'lsa, uni yashirmang, tartib bilan hal qiling, bo'lib to'lash yoki qayta ko'rib chiqishni so'rang. Men bu mavzuni shuning uchun batafsil tushuntirdimki, ko'p oilalar qo'rquv, noto'g'ri maslahat yoki hujjatsizlik sababli o'ziga zarar qilib qo'yadi. Sizning eng kuchli himoyangiz bu rasmiy hujjat. Aniq hisob-kitob va vaqtida yozilgan murojaat. Kommentariyada yozing. Sizda ham avgustda shunday to'lov tushdimi, qaytarish talab qilishdimi yoki kartangizdan pul yechildimi? Tajribangiz boshqalarga ham foydali bo'lishi mumkin. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Chunki bu ma'lumot har bir oilaga kerak bo'lishi mumkin.